Get ready with me, tirnoqga qizlar. Manikyur qilgani ketyapman. Ay shu qizlar ertaga borib qoshimni lazerda o'chiraman. Va boshqa hech qanaqa permanent qilmayman. O'zimni naturalni qoshimni qoldirmoqchiman. Tirnoqlarim bu safar 3 hafta emas, 1 oy o'tib ketibdi qizlar. Buni srochni to'g'rilash kerak qizlar. Qanaqa rang qilsam ekan deb o'ylab turdim, oq qilaman. Birinchidan biza Merrimini boshqattalab videoga olishimiz kerak, chunki menga Griffin Merrimi qilganda videoga olmagan edi. Shunchaki restoranda bo'ldi bu narsa. Men lekin bu narsani video qilib chiqazishni xohlagan bo'lardim. O'zi chiroyli ko'rinishi uchun tirnog'imni oq qilmoqchiman. Griffinga aytdimda, qanaqasiga san dedim, bloger bilan uchrashasan-u, lekin bunaqangi narsani videoga olmaysan dedimda. Xullas biz boshqatdan uni videoga olamiz. Men xohlagandek ham normalniy manikyurim bo'ladi. U paytda manikyurimda abdala edi. Rasmga chiqim kelmayadi. Haqiqatdan deyani qo'lim korobkalarni yig'ib, charchab, bir ahvol prichoskada borganman. Mana o'sha paytda yana Merrimi qiladimi? Tirnoqlarim korobkalardan keyin mana ko'chib ketgan, anaqalar, kutikulda o'sib ketgan, rasmda ham xunuk ko'rinadi. Shuning uchun oppoq qilib chiroyli manikyur bilan sizlarga rasmga olaman. Ham 25-aprelda Griffinning tug'ilgan kuni biz Orolga ketyapmiz. Hilton Head degan orol bor. O'sha orolga ketyapmiz-da, men ana 2 kunga anaqa otel olganman unga sovg'a qilib. O'tga men ko'ylak olganman, plyajni ko'ylak, oppoq u ham, chit ko'ylak. O'sha ko'ylagimga oq manikyur meni fikrim bo'yicha zo'r tushadi. O'zi bilasizlarmi, birinchi nima qilmoqchi edim? Limonli rang qilmoqchi edim. Limonchiklar chizdirib. Men limon temasini yaxshi ko'raman, sitruslarni yaxshi ko'raman, prinsipi. Keyin o'ylab ko'rdimki, limonni nabarot yozga qilaman. Yoz kirib kelishi bilan hamma narsa yorqinroq ranglarda bo'ladi. Limonlar как раз в temu bo'ladi. Temaga zo'r tushadi limonlar. Limondan sap-saru tirnoqmasdan, limonli rang bo'ladi-yu, anaqa och saru. Shunaqa qilib qaysidir keyin tirnoqlarga limonchiklarni chizdirsanglar, u fikrni yozga olib qolamiz. Manikyurim bugun soat 12:30da, o'zi 12 deydi, 12:30 ga ko'chiribdi. Bilasizlar, men sizlarga hozir manikyurda eng yaxshi ko'rgan narsam va eng yomon ko'rgan narsam edi. Eng yaxshi ko'rganim bu manikyur qilib bo'lgandan keyin qo'linglarga yog'larni surib masaj qilayotganda, voy qizlar, o'sha masaj uchun ham men fikrim bo'yicha manikyurga boraman. Eng yomon ko'rganim bo'lsa, manikyur qilib bo'lib rasmga tushish bor-ku, kelib bitta rasm olib qo'y. 8 soat rasmini to'g'rilaydi, nima deydi, lampalarini qilib o'xshamaydi, потому что qorong'u joyda joylashgan kabineti. Yuragim chidamaydi mana shu rasmlarga boru. Bugun borib manikyursizam bilan gaplashmoqchiman. Iltimos mana shu rasmlaringni menga tiqmagin, meni vaqtim yo'q deb. Chunki men haqiqatdan mana 2 soat manikyurda o'tirasizlar. Paka yechadi, manikyur qiladi, g'izillatadi. Yana keyin уже все, mana endi chiqib ketaman degan paytinglarda 8 soat mana rasmga tushib fotosessiya boshlanadi. O'sha narsasini men yomon ko'raman. Oldin dugonam yoniga borardim, yo'q deyomas edim-da, chunki dugonam hozirgi masterim menga dugona emas. O'shaning uchun bemalol aytolaysizlar-da, endi. O't xohlamayman. Bir xil odamlarda bo'ladi-yu, yomon ko'radigan narsalari. Men yomon ko'raman mana shu narsani. 8 soat meni vaqtimni olib, rasmga tushir, videoga tushir, fonini alishtir. Bundoq tezda rasmga olishmaydi-da ular ham, chunki bittada o'xshamaydi. Fon alishtiraylik. Mana bitta tur, anitda tur. Shu ko'zimga tegmasin. Kiprigimga fiksator sepishni yomon ko'raman, lekin yuvolmayman kech payt. Manikyurda ko'rishamiz.